Mana labo mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bularga karonalarni ham qo'yib berganmiz. 1,5 balandlikda bo'lgan 21 mikroli alkefondan yig'ib berganmiz. Chetlariga sifatli yaxshi 5lik alyumin ugellardan qo'yib, akkuratni qilib yig'ib berilgan. O'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Mana karonalariga bitta baho beringlar. Mana yo'llarini ham yopib, yo'llari polni, alyumin ugellari sifatli zaklovkalarga urilgan. Gazlargacha qo'yib berganmiz, baklarini perekit qilib. Ko'rishingiz mumkin. Orqa dugalari ham boltga qotirilgan bo'ladi. Eshikni qo'yadigan fiksatorlari ham bor. Mana bu yoq orqasiga keladigan bo'lsa, orqasida fonli gabarit chiroqlari, nержавейка tarnovlari har doimgidek orqa dugalari ham nержавейка qilib o'rtasidan yig'ib berganmiz. Ko'rinishi o'sha qulupkalikli rossiyskiy turba nержавейка. Ichiga keladigan bo'lsa, ichi har doimgidek alkafon, eshiklari 5 qalinlikda bo'lgan. Ichlari fonli alkafon obshivka bo'lgan, chetlari fonli germetka qilib, germetkaga o'tkazilgan ugellari suv bemalol kachirib yuvsanglar ham bo'ladigan qilib berganmiz. Tepaga gabarit chiroqlarini ham qo'yib berganmiz. Bemalol yopib bo'ladi. Lavo yozuvlarigacha qo'yib, eshiklarga fiksator, bu yoq yoniga akkumulyatoriga sandiq ham qilib berganmiz. Sandig'ini ham ko'rishingiz mumkin. Mana fonli germetishni qilib, suv kirmaydigan qilib, akkuratni qilib berganmiz. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Oktyabr 571 ga yoki Vodiy Metanga murojaat qilsanglar, hamma ishni sifatli qilib beramiz. Birinchi o'rinda sifat bizga. Bemalol telefon nomerlariga telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib, podpiska bosib, labosi bor tanishinglarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'lasizlar.